Yo, barchasini obunachilar, sizlar bilan Aksil Gamer. Bugungi videoda men sizlarga Minecraft 1.21 4 versiya bir nechta modlarni ko'rsatib o'taman. Xullas, birinchi modimiz ya'ni die counter. Mana bu yerda ko'rayotgan bo'lsanglar, die 0 deb turibdi. Misol uchun sizlar o'shalar bilan alternativ server ochib o'ynayapsizlar, ammo mana bu tarafda ya'ni mana yerdagi die 0 degan anosi chiqmay turibdi. Sizlar mana shu die counter modini yuklab olasizlar va necha kun o'tganini kun bilan xullas shunday sizlarga qulaylik yaratib beradi. Ya'ni sizlar bir nechta narsalarga kirib alternativda baribir unaqa hisoblagich sizlar soatni hisoblaydi, faqat kunni hisoblamaydi. Endi bilmadim, lekin mana yerdan chiqmaydi, mana shu tarafdan chiqmaydi. Men shuni do'stlarim bilan shuncha o'ynaganda chiqmagandi va oxiri mana shu modni qidirib topdim. Xullas, ikkinchi modga o'tsak, ikkinchi mod uchun bizga oddiygina bir bolta kerak bo'ladi. Farqi yo'q qanday turda bo'lishini tekshirib var. Misol uchun sizlar ketyapsizlar, mod yuklagansizlar, kelasizlarda daraxt tagidan shunchaki chopasizlar va daraxt hammasi to'kilib tushadi. Bu mod bilan sizlar ulkan archalarni chopsanglar 4 stakka tushishi mumkin. Ancha ko'p tushadi. Menga shu mod yoqqani shu hammasini bitada anaqa oladi, grafika. Endi unchalik ham emas u, lekin bo'laveradi. Shaqinchon videosida ko'rgandirsan, mana shunaqa kavlaydi, hammasi tushadi. Mana 100 tadan oshib ketsa, bir nechta qadisizlar, chopasizlar. Keyin o'zi tushadi hammasi. Xullas 4 stakkacha bir daraxtdan mana shunday katta daraxtdan 4 stakkacha olishlaringiz mumkin bo'ladi-da. Meni o'zimning tajribamdan kelib chiqib aytaman. Xo'p, endi kreativ o'tib olay. Adashib ketdim. Endi esa bizga kerak bo'ladigan narsa bular kerak emas hozir. Bizga endi 3-modimiz nimaga bular qo'yilgan desanglar. Xo'p, sizlar misol uchun bitta qishloq topdinglar. Qishloqlar yuribdi. Sizlar lekin ularni bir necha ming kilometr anodan metrga xullas blokka olib borishlaringiz kerak. Okean orqasidagi qishloqda bu. Sizlar kelasizlar shunchaki unga qarab satrga shunday solasizlar. O'zlaringizdagi bor satrlarga hammasini solib olsanglar bo'ladi. Solib olasizlar, yana qo'yasizlar, yana solasizlar. Xullas, keyin nimaga buni ham olib o'tirganim, buni ham solsa bo'ladi-da, mana. Zombi jitilni ham solsa bo'ladi. Zombi jitilimiz balki jitilni qancha turi borligiga qarab, xullas traderni solsa bo'ladi, yana savanna, plains, yana show, xullas hamma joydagi jitillar turini bor. Ana shuni solsa bo'ladi. Mana. Xo'p. Bizga yana jitil kerak bo'ladi. Bu yoqqa chiqib ketsin. Xo'p, nimaga buni yana stolni qo'yganim sababi, misol uchun mana jitilni sizlar olib keldinglar, u stolga o'tish kerak. O'tish kerak. Ya xullas o'tadi. Ha. Stolga o'tish kerak. Mana o'tgandan keyin sizlarga kerak narsani sotayotgan bo'lsa, mana uni bosib o'tkazaverasizlar. Keyin emerald chiqadi-ku, ana shunda yana bitta ozmashadan mod ko'rsatib ketaman. Yaxshilab qarab turinglar. Ochiblar qayerda edi? Bitta mod ko'rsatib ketaman. O'sha modam mana shunga qilgan. Mana. Xullas, endi ko'p olmoqchisizlar anadan.
sizlar mana bundan olmoqchisizlar, lekin bir nechta o'yinlardan keyin tugab qolyapti. Misol uchun mana X qilib qo'ydi. Lekin bu modda umuman ham tugamaydi. Ko'payib ketdi. Bu modda umuman ham tugamaydi. Sizlar qancha olsanglar ham umuman ham tavsiya qilmaydi-da. Ana ikkisi bo'lib qolmaydi. Sizlarga o'tirishni bosasizlar, sakrashni bitta bosasizlar. Birinchi shunga kirgandan keyin sizlarga bitta layfak ko'rsataman. Shuni bitta bosasizlar, o'tirishni bosib turadi. Shuni bitta olasizlar, keyin sakrashni bosasizlar, yana chiqadi. Ekranni bosasizlar, sakrashni mana shunday qilib olaverasizlar. Shunday qilib, balki boshqa analogga ham hamma stolga shunday bo'lib ishlaydi-da. Bu sizlarga mana 54 ta izmir tayyor bizda. Ular shu mod ham ajoyib va kerakli. Mana aytganimdek, mana bunday qilib bosib xohlagan. Men eng ko'p shu kutubxonachilarda shunday qilaman, sababi ular doim noto'g'ri kitob chiqarib berishadi. Xullas, 3-modimizni tepada o'ng tomonda ko'rib turibsizlar. Bu Journey Map modi. Buni sizlarga hozir o'zbekcha tushuntiraman, ya'ni o'zbekcha anosida tushuntiraman. Ya'ni har doim qidirganimda faqat inglizcha chiqib keladi. Xo'p, sizlar buni ishlatish uchun Journey Mapni tugma bosishlaringiz kerak. Ya'ni sizlarga J tugmasi kerak bo'ladi. Hozir sizlarga nomini chiqarib qo'yay. J tugmasi, J deb qo'yamiz. J tugmasini bosganlaringizdan keyin Journey Map ochiladi. Va sizlar J tugmasini bosganlaringizdan keyin ochiladi. Xullas, keyin ana mishka bilan yo farqi yo'q. Xullas, yaqinlashtirib, voqalashtirib, keyin sichqonchani o'ng tomon ulas, ana o'ng tomondagi tugmasini bosasizlar, uradigani emas, mana narigisini. Teleport degan narsa bu. Xullas, mana yerda teleport bo'lasizlar. Faqat sizlar teleport qilish uchun serverda yo misol uchun birovni serverida teleport qilmoqchi bo'lsanglar, uni serverida uni owner bo'lishlaringiz kerak. Misol uchun sizlar ketasizlar. Agar siz serverlaringizda o'zlaringiz serverlaringizda o'ynayapsizlarda, ketasizlar. Keyin juda ham uzoqqa ketib qolasizlar. Misol uchun mana yerda uylaringiz bo'lsa, xullas yo'q, mana yerda uylaringiz bor. Keyin mana shunday teleportni bosib, shunday teleport qilasizlar va uyga yetib kelasizlar. Lekin bu men doim shunday qilganman, ammo bu cheaterlik deb hisoblayman o'zim uchun. Ham buni yana bir anosi bor. Misol uchun yo'q, sizlar o'zlaringiz serverlaringizda ana qilasizlar-ku. Mayda. Teleport qilmasdan uyga bormoqchisizlar, ammo uy qayerdaligini qarab, Journey Mapga qarab o'tirishlaringiz yoqmayapti. Shunga shunday wipe points deb meshkani chap tugmasini, o'ng tugmasini yana bosasizlar-da. Wipe points deb bosmaysizlar, o'zi chiqib keladi. Creative wipe points deb chiqib keladi. Sizlar buni name degan joyiga ismini yozasizlar. Misol uchun men uy deb qo'yaman. Keyin mana yerdan koordinatalari bor. Ular mana yerdan rangini o'zgartirsanglar, bu uycha ekan. Mana yerdan rangini o'zgartirsanglar bo'ladi. Men yashil qilaman. Mana mana shunday bo'ladi-da, keyin qayerni bosasiz? Jo'natasizlar mana. Mana uy, misol uchun men ketaman tarafroqqa. Keyin uy 445 metr yo 46 yo 200 nechidir deb turishi mumkin. Yana boshqalar. Keyin xullas shu bu modimiz ham shundan iborat. Xullas obunachilar, bugungi videomiz shu 5 bir nechta modlarni ko'rsatish edi. Va nihoyat men ham o'zimning ovozimda video olyapman. Avvalgi oldingi videolarni ko'rgan bo'lsanglar, sun'iy intellektda ana video qilayotgandim. 3ta videoni shunday qilganman. Qolgan bir nechtasida o'zimning ovozim bor. Xullas, barchaga xayr. Bugungi videomiz shu modlarni ko'rsatish bilan tugadi. Sizlar aytganidinglar, moddani nomi nima, qayerdan yuklaymiz deb. Modlarni agar mana shu videoda hech bo'lmasa o'tgan safar 10 talar yig'ib bera olmadinglar, lekin men baribir chiqarishga qaror qildim va xullas mana shu videoda mayli sizlarga 5 ta like yig'ib beringlar. Men shularni modlarni hammasini Telegram demoqchi edim. Afsuski Telegram yopilib ketdi.
Shuning uchun opisaniyada moddaning nomini qoldiraman va o'shandan o'tib siz moddani o'sha nomini yozib Google'ga yuklab olishingiz mumkin. Xullas, barchaga xayr. Videomiz tugadi. Sizlar bilan esa aksiyamiz bo'ldi. Kanalga obuna bo'lib, ko'rayotgan videolaringizga like bosib qo'yishni esdan chiqarmang.